Milliy sertifikat 28-fevral birinchi smena birinchi savolni tahlilini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, bizga savol kelgan. 6 soni 50 marta yozilgan, 5 soni ham 50 marta ketma-ket yozilgan. Yig'indini hisoblang degan savol keladi. Ana endi biz buni ustuncha usulda yozib chiqamiz. 6 sonni yozdik, demak qo'shilgan. 5 sonni ham yozdik. Ana endi yig'indini hisoblaymiz. 6 ga 5 11 ni biri 1 dilda. 6 ga 5 11, 1 dildagi bilan 12. Ana endi bu nuqtalar o'rnida ham 6 bilan 5 bo'lgani uchun ularni barchasi 11, 1 dildagi bilan 12 ko'rinishda keladi. 6 ga 5 11, 1 dildagi bilan 12, 6 ga 5 11, 1 dildagi bilan 12. Demak, bizda 50 ta xona bor edi. Demak, ana bu tomonda ham 50 ta xona bor. Shuni 49 tasida 2 turibdi. Demak, boshi va oxirida bir raqam turibdi. Demak, bizga bu birinchi savolimizga to'g'ri javob A javob bo'ladi, chunki boshi va oxirida 1, o'rtada 49 ta 2 soni qatnashgan.